Bilaman, buni siz ancha kutdingiz va qidirdingiz. O'zim zakazga qiladigan iriska nejniyni zakaznoy pishiriqlarim challenge'ini 6-darsida tekinga o'rgataman. Un bilan sariyog'ni krushka qilib olamiz. Ketidan tuxum sarig'i, smetanani solib, vanilin razrxitelni solib chala xamir qoramiz. Xamirimiz shunaqa holga kelishi kerak va xolodilnikda 1 soat muzlatib olamiz. Keyin bo'lsa qirg'ichdan chiqarib, gaz pechida pastroq gradusda sal qizartirib olamiz. Ungacha esa tuxum oqidan bize tayyorlaymiz. Qattiq holga kelishi kerak bizelarimiz. Keyin nasatka yordamida chiqarib olamiz, uni ham past gradusda pishirib olamiz. Pishgan bezelarimiz uchun endi krem tayyorlaymiz. Krem uchun sifatli kalix sariyog'ini ko'pirtirib, yaxshi varyoniy molokoni solib, yana mikser qilib olamiz. Kremimiz tayyor bo'ldi. Endi nasatka yordamida xuddi shunaqa qilib chiqarib olamiz. Keyin bo'lsa ustiga mana ozgina varyoniy moloko ham soldim. Xohishga ko'ra shunaqa yasatib olsangiz ham bo'ladi. Bu moloko menda 2 marta yomon chiqdi, shakar qotirmochlari chiqdi. To'liq grammajlarini olish uchun esa menga obuna bo'lib, istoriyalarga shu videoni qo'yib ketinglar.